7-iyun sanasida mana do'stlar Italiyadan akamiz olib kelgan Rebus 028 shoptolimiz. Mana xudo xolasa yetilyapti. Ko'rib turibsizlar, xudo xolasa texnik pishishiga 3 kun 4 kun bor. Hosildorligiga baho berasizlar, yiriligini aytmaysizlarmi do'stlar shoptolni. Mana barlarni olib kelib ko'rsating. Rebus 028 Italiya navi do'stlar mana. Vidiga kalibrovkasiga baho berasizlar. Bu xomligida ham mana hakkalar yeyapti ekan, shoptoli shirinligidan. Buni akamiz o'zi Italiyadan olib kelib boqqizgan mana do'stlar. Ko'p do'stlar shoptolni holatini bag'larni olib kelib ko'rsating. Mana. Shoptoli vidiga baho beringlar do'stlar. Rebus 028 degan shoptoli shu bo'ladi do'stlar. Mana yiriligi 250 gram 300 gram chiqardi. Holatini ko'rsizlar. Kimga adborni yuk kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar 88 957 27 27 nomerdamiz. Mana meva sotiladi do'stlar. Mana O'zbekistonda noyob sortlardan yana biri yo'q hisob. Mana do'stlar. Holatini ko'p do'stlar shoptolini mana. Xomligida uji hakkalar yeyapti. Shoptoli o'ta ham shirin do'stlar. Mana. Gap yo'q. Videoni shoptoliga qiziqqan do'stlarimizga tez jo'natib beramiz. Hosiliga baho beringlar. 4-yilda kamida 20 kilo hosili bor. Mana mevasi. O'ta yirik, shirin, eksport bor shoptoli shu bo'ladi. Sog' bo'lasizlar do'stlar. Videoga dehqon gapdan like bosib beramiz.